Assalomu alaykum do'stlar, xayrli tong hammaga. Bugun mana 26-iyun ish kunimizni boshladik. Inshaalloh birinchi zakasini oldik. Bugun sal kechroq boshladik. 9 bo'lyapti soat. Chaspiklar, probkalar tarqab qolibdi. Sentrga berdi. Ko'ramiz. Havolar yomg'ir yog'yapti. Keldik, na местani izamiz. Здравствуйте. Birinchi zakazimizni olib kelib tushirdik. Sentrga keldik. Modniy kvartalga 18 minutda ketdik. Probkalar tarqab qolibdi. Sentrda yomg'ir ham tinib qolibdi. Sentrda yomg'ir yo'q ekan. Ezda yo'sh qilamiz. 688 rubl. Yandex ham qo'shib beryapti ekan. Ideal ishimizni boshlaymiz. Hammaga a'lo kayfiyat, xayrli kun. Kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum.